Noshukrlik qilganman. Noshukrlik emas, nonko'rlik desa ham bo'ladi. Chunki qanday tushuntirsam hozir sizga? Ana oddiy misol aytaman. Oddiy bir o'ylab ko'ring. Hammamiz aytganmiz-da. Onamizga, otamizga siz menga nima qilib berdingiz deymiz. Yani do'g'rib aytamiz, noliymiz, noshukrchilik qilamiz. O'zi pul bermayapsiz, kim nima qilmayapsiz, bitta kiyim olib bergansiz, minnat qilasiz. Ota-ona qachongacha sizni 40 yoshingizgacha boqish kerakmi? O bo'ldi, agar ota-onangiz bo'lmasa siz bo'lmardingiz ham kerak bo'lsa. Lekin shunday ham nima deymiz? Menga hech nima qilib bermagansizlar, men o'zim qilganman. Bitta mashina olamiz, otaga mashina yo'q, lekin o'zimizga mashina bor. İşladim oğlumda, siz qilib bermagandan keyin deymiz. Men ana shu nima tushunmayman. Keyin qana arqa ketaveradi-ku ishlari. Nimacha o'xshamayapti deymiz. Nimacha o'xshamayapti ishim. Nimacha o'xshamayapti. Men misol uchun nima qilganim yo'q, bir kishining haqqini yeganim yo'q-ku. Kim qanday sen haqqini yemading? Ota-onangning haqqini yegan-ku sen. Qachon oxirgi bor? Oddiy misol, oxirgi bor qachon uyimizdan ertalab turib, misol uchun birga ota-onamiz bilan zavtrak qildik. Yo bo'lmasa onamiz duomizni oldik. Ishoning, onani duoni har ertalab onadan duoni shuni olib ketaylik, ishni yurishini ko'rasiz. Shuna baraka, fayz kirishini ko'rasiz. Har bitta topgan pulingizdan oddiy misol aytaman, oddiy misol. Bir kunga misol uchun qancha rasvot qilasiz? O'ldim deganga 100 ming, 200 ming rasvot qilasiz. O'ldim deganga taksiga ketadi. O'shani 20 ming so'miga 2 dona meva oling, 2 dona non oling, 1 dona shokolad oling. Shuna uyga kirib boring. Ishoning, onangiz qanday xursand bo'ladi. Juda. Lekin biz o'sha ishlarni qilmaymiz. Chunki uyga bormaymiz biz, tushunyapsizmi? Yurimiz ko'chadagi mehribonlar bilan. Chunki borda hozir siz yoshsiz. Mehribonlaringiz ko'p, radnoylaringiz ko'p, jigarlaringiz ko'p. Uydagi jigarlar esdan chiqib qoldi. Ishoning, shunday pushaymon yeysiz. Shunday pushaymon yeysiz. Juda kech bo'ladi.